Qarindoshlar, Sharq Turkiston Surgundi hukumati televiziyasining xabarlar programmasida ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Amerika Cho'ng qirg'inchilik muzeyi seshanba kuni yangi dalil isbotlarning Xitoyning Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turkiy millatlarga qarata irqiy qirg'inchilik yurgizayotganligini isbotlaydiganligini oshkorladi. Bu Beijingning eng og'ir jinoyat sodir qilayotganligiga qarata eng yangi ayblashlarning biri. Amerika hukumati allabirullah Xitoyning Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turkiy millatlarga yurgizayotgan vahshiylikni irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qilgan. O'tgan yili Amerika Cho'ng qirg'inchilik muzeyi Xitoyni Uyg'ur va boshqa turkiy millatlarga insoniyatga qarshi jinoyat sodir qilyotidi deb ayblagan. Yangi dokladda Uyg'urlarga nisbatan majburiy tug'ut cheklash, majburiy emgak silish siyosati yurgizganligi xotirlandi. Doklad yaqinda e'lon qilingan qo'shimcha uchurlarning Xitoy hukumatining vahshiyligining majburiy assimilyatsiya qilish siyosatidan halqib ketganligidan derak beradiganligi. Amerika Cho'ng qirg'inchiligi xotira muzeyining Xitoy hukumatining Uyg'urlarga irqiy qirg'inchilik yurgizishdan qattiq andish qildiganligi. Uyg'ur aholilariga qilingan og'ir hujum xalqaro jamiyatning kuchli inkas qaytirib, Uyg'urlarni qo'g'dab qilishni talab qildiganligi. Irqiy qirg'inchilik yurgizishning maqsadi bir jamiyatni yo'qotish ekanligi. Tutqun qilinib o'ldirilgan Uyg'urlarning sonining chekligiga qaraganda, Xitoy hukumatining Uyg'urlarni o'ldirishiga aloqador dalil isbotlarning yetarlik emasligi, majburiy tug'mas qilish va majburiy homilik tushirishning Xitoyning Sharq Turkistondagi turk aholisini biologik yo'qotib o'tish niyatining borligi haqida qonunliq savollarni o'ttirg'a chiqarganligini o'ttirg'a qo'ydi. Amerikaning sobiq tashqi ishlar ministri Mike Pompeo Amerika prezidenti Jo Baydenning Xitoy bilan urushishning keragi yo'qligini aytgandan keyin Xitoy prezidenti Shi Jinpingning Baydenning bu pozitsiyasini Amerikaning ojizligi deb tushunganligini aytdi. Pompeo Fox xabarlari muxbirining so'rgan savollariga bergan javobida Xitoy Kompartiyasi bilan chetishishning oldini olishdagi birdan-bir yo'l Amerikaning manfaatini qo'g'dash uchun irodalik bo'lish va iqtidorni joriy qildirish. Prezident Bayden aytgan to'qinishdan saqlanishning yo'li iroda va iqtidorni namoyon qilish. Biz buni o'zimizla emas, Avstraliya, Yaponiya, Koreya va Hindistondagi sheriklarimiz, shundaqla Yevropaliklar bilan qilishimiz kerak. Beijing hozir Amerika va Tayvanga biz ilgari ko'rmagan yo'llar bilan raqobat e'lon qilib, bizga texmi kuchli kollektiv tahdid solishning lozimligini his qildirdi dedi. İki taraf munosabati 40 yildan buyangi eng tuvan saviyada turg'achqa, Xitoy bilan Amerika armiyasi o'rtasidagi qurolli to'qinish haqida Bayden hukumatining Amerika bilan Xitoyning keskin raqobatda turayotgan maydonini qayta ta'kidladi. Ishonch va umid har qanday ishda g'alaba qilishning ochiqchi. Davosimizda texmi shundoq. Chingizxon qulluqdan qochib qutulib, qabilasini va Mo'ng'ul qabilalarini birlashtirib, boshqa zaminlarni ishg'ol qilish uchun yuzlangan kunlarning birida ming atrofida askarni boshlab Xitoy zaminlari tarafga qarab ketayotganda, saf oldida ketayotgan charlash atirda ot choptirib kelib, 10 ming kishilik bir Xitoy qo'shini Chingizxon qo'shinlarini yo'qotish uchun Mo'ng'ul zaminiga qarab kelayotganligini xabar qiladi. Bu xabarni anglagan Chingizxonning yordamchi qo'mondonlari huduqib ketadi. Askarlar orasida tashvish boshlandi. Qo'mondonlardan birisi Chingizxonga mundaq deydi: "Bizning qo'shinimiz oz. Darhol chekinib qaytib, sepil ichida dushmandan mudofaaga tayyorlik qilaylik." Yana bir qo'mondon: "Chekinaylik, ammo dushmanni mashg'ul qilib turish uchun bir guruh askarlarni qoldiraylik. Bunday qilsak, oz chiqim bilan qo'shinimizni salomat yurtimizga elib ketalaymiz" deydi. At ustidagi Chingizxon jimjit holda xiyol surib turdi. Yordamchilaridan birisi shundoq deb so'raydi: "Siz qanday o'ylayapsiz?" Chingizxon sharq tarafga ko'z tikkan holda shundoq javob berdi: 10 ming Xitoy askarining jasadini qandoq ko'mib bo'lamiz deb o'ylayapman. Jasadlarni ko'mmasak vabo tarqalib ketadi. Chingizxonning bu so'zlari askar va qo'mondonlarning tashvishini jasoratga, dushmandan chekinishdan iborat tushkun ruhini dushmanni qo'g'lashdan iborat g'olib ruhga aylantirgan. Chingizxon 1000 kishilik qo'shini bilan 10 ming kishilik Xitoy qo'shinini yengan. Bu tunji jang bilan tarixda yengilmas Chingizxon nomini elishda va Mo'ng'ullarning saltanatlik tarixini yaratishda hal qilg'uchi rol o'ynagan. Hurmatli ko'ruvchilar, xabarlarimizni ko'rganlar uchun ko'p rahmat. Kelar qitimqi programmamiz ko'rishguncha Allohga omonat bo'linglar.